Xodimlar orasida korrupsiyani bartaraf etish barcha qat'iy choralarni ko'ramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining korrupsiyaga qarshi kurashish va uning oldini olish to'g'risidagi farmonlari hamda 2017-yil 3-yanvarda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonunni mazmun mohiyatini ushbu tashkilot xodimlariga yetkazish, korrupsiyani oldini olishga qaratilgan farmon va qarorlarni ijrosini ta'minlash hamda qonunlarni samaradorligini oshirishga qaratilgan ushbu tadbirda davlat tashkilot xodimlari uchun barchasi aynan mazmunli ma'ruza qilib o'tkazib berildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish hamda uning oldini olish, preventiv choralarni qo'llash bo'yicha o'zlarini qiziqtirgan savollarini berishdi hamda mazkur savollariga tegishli javoblarini olishdi. Mazkur davlat muassasasida xodim tarkibini huquqiy madaniyatni shakllantirish maqsadida biz bugungi kunda korrupsiyani oldini olish, korrupsiya salbiy illat ekanligi, korrupsiyani bartaraf etish va bugungi kundagi olib borilayotgan korrupsiyaviy xavf-xatarlarni oldini olish uchun olib borilayotgan vazifalar va shu bilan bir qatorda bugungi kunda qabul qilingan qonunlar, qonunosti me'yoriy hujjatlarning mazmun va mohiyati haqida fikr yuritdik.